Allah insonni boshqalar bilan aralashib jamoat bo'lib yashaydigan qilib yaratdi. Shuning uchun inson har qancha rohat farog'at yashagan taqdirdami yolg'iz yashayolmaydi. Buning uchun do'st intayin zarur. Qur'on, sunnat do'st hamrohning insonga elib keladigan ahamiyati va xatarining doirasini bayon qilgan. Hadisda mundaq kelgan: inson o'zi aralashgan kishining dinida bo'ladi. Sizlarning biringlar kimlar bilan aralashadiganligiga qarasin. Shaksizki, do'stga ta'sir ko'rsatadi. Salih do'st yaxshi ta'sir ko'rsatib, Allohni eslatadi, yaxshiliklarga buyurib, taat ibodatlarga undaydi. Shu orqali u kishining qiyomat kuni nijotlikqa erishishiga sabab bo'ladi. Nachar do'st yomon ta'sir ko'rsatib, yomonliklarga buyuriydi, buzuq harakatlarga qiziqtirib, Allohni eslashdan to'sidi va qiyomat kuni halok bo'lishga sabab bo'ladi. Allah Teala mundaq deydi: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Şu günü zalim yani kafir iki kolunu tishlab, isit payg'ambar bilan nijotlik yo'lini tutsamchu, isit palonini do'st tutmagan bo'lsamchu, Qur'on menga yetgandan keyin u yani paloni meni Qur'ondan shak shubhisizki ozdirdi deydi. Şeytan insonni ozdirib bo'lib tashlab o'tadi. Payg'ambar alayhissalom keltirgan misol hamrohning hamrohiga bo'lgan ta'sirini bayon qilishga eng yaxshi misoldir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: yaxshi do'st bilan yomon do'stning misoli ipar sotquchi bilan to'mirchining misoliga o'xshaydi. İpar sotquchining yeniga borsangiz, u sizga ipar berdi yoki uningdan setib olasiz, yoki hech bo'lmaganda uningdan iparning xushbo'yini puraysiz. To'mirchining yeniga borsangiz, u bosgan kuyak kiyimingizni ko'ydirib qo'ydi yoki uningdan badbo'y sesiq puroqni puraysiz. Xulosasi shuki, aqlli inson yaxshi kishilarni tanlab, o'ltirish qo'pish qilib, ular bilan yaqin yashaydi. Halokatga boshlaydigan, dunyo oxiratda pushaymonga qo'yadigan kishilarga hamroh bo'lishdan qattiq yiroq turdi. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat xudolik uchun do'stlashgan taqvodorlarla undaq emasdir.